Hurmatli talabalar, mana bugun darsimiz 3-laboratoriya mashg'uloti parranda kasallari bo'yicha parrandalarni patologik yorish, pat material olish va laboratoriyaga yuborish mavzusi asosida bugun qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, patologik material olish, pat material va o'lgan parrandani yorish tartibi qanday bo'lishi kerak? Parrandaga nimalarga e'tibor berish kerak? Dastlab e'tibor beriladigan narsa tashqi ko'rinish parrandalar har doim. Tashqi ko'rinish qay holatda? Patlardan to'liq qoplanganmi, qoplanmaganmi? Demak, patlardan to'liq qoplangan. Mexanik jarohatlar bormi, yo'qmi? Mexanik shikastlanishlar yo'q. Bosh, bo'yin qismlarida va albatta e'tibor beriladigan qism har doim ham shilliq parda hisoblanadi. Shilliq parda, ko'z shilliq pardasi qay holatda ekanligi. Va bundan yorishdan avval tumshuq qism, og'iz bo'shlig'i ochiladi va ko'riladi. Bu yerda qanday o'zgarishlar bor? Stomatitga xos bo'lgan yaralar, belgilar bormi, yo'qmi? Yana qanaqangi belgilar bor? Oziqaning chiqishi qay holatda? Oziqa qaytmaganmi? Va tojlar qanaqa rangda? Qorayganmi, qizarganmi, ko'karganmi? Bu har biri alohida kasallik belgisi hisoblanadi. Demak, mana normal holatda o'lgan parrandamiz kelgan. Buni hozir pat material olib yuborish bo'yicha qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak, pat material olishda biz qaysi organga gumon qilgan bo'lsak, qaysi kasallikka gumon qilgan bo'lsak, o'sha organlardan. Lekin odatda aksariyat parenximatoz organlar. Jigar, yurak, buyrak, taloq, bursa va o'pkadan pat material yuboriladi. Xo'p, kasallikka diagnoz qo'yishda esa hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan muammo bo'lib turgan kasalliklardan biri infeksion bronxit kasalligiga uchrashsa, og'iz bo'shligidan kesib boriladi va trafeya ochib ko'riladi. Trafeyaga ochib ko'riladi. Mana bu parrandani pat material olish bo'yicha yorib ko'ramiz. Demak, biz bunda to'sh qismidan ochish amaliyotini amalga oshiramiz. Bir narsani e'tibor beringizlar, kechagi amaliy mashg'ulotlar o'tganimizda kalsiy fosfor balansi bor. Kalsiy fosfor balansi agar normada bo'lsa, parrandaning oyog'i normal holatda suyaklar sinmasdan ajralishi kerak bo'ladi. Mana bu to'sh qism. Sizlar ishlab chiqarish amaliyotidan keldilaringiz va bu jarayonni ko'riladi. Mana bu qismda infeksiya qilishda parrandalarning chimohash, Newcastle kasalligiga qarshi shtamhash bilan vaksina qilib keldilaringizgacha aksariyatlar to'shning mana bu ikki qismiga, muskulo orasiga 1 ml yuboriladi. Xo'p, endi ichki organlar bo'yicha qisqacha tushunib o'tamiz. Mana bu jigarning holatini ko'ring. Mana bu jigardagi qon quyilishlar zaharlanishga xos bo'lgan klinik belgilardan hisoblanadi. Hozir demak, parenximatoz organlardan deganda aynan aytdikki, parenximatoz organi jigar, buyrak bular bo'yicha ketadi. Jigardan pat material olamiz.
olamiz va proverkaga solib yuboramiz. Xo'p, jigardan patmaterial olib qo'ydik. Keyingi organ, endi biz olishimiz kerak, bu yerda talog'ini olishimiz kerak. Parandan taloq qismini bilamiz, yurakning ost tomonida joylashgan. Ichaklar mana bu taloq. Xo'p, taloqni ajratib olamiz endi hozir. Mana taloqni ham ajratib oldik. Buni ham laboratoriyaga borishimiz mumkin. Buni ham ekib o'stirib bakteriya holatlarida va virus holatlarida oldindan aniqlash bo'ladi. Lekin ayrim holatlar bo'ladiki, parrandalar zaharlanishga gumon qilinganda yoki enteritlarga gumon qilinganda, ovqat hazm qilish sistemasidagi muammolarda, aytaveramiz, ovqat hazm qilish sistemasidagi muammolarda ichaklardan ham namunalar yuboriladi. Mana bu aynan yo'g'on bo'lmachalarning boshlanish qismi. Ya'ni ko'richaklar hisoblanadi. Appenditsit hisoblanadi. Ikkita juft organ yaxshi rivojlangan. Bu yerda koksidalar juda ko'p sevib iste'mol qiladi va koksidlar bilan birgalikda heterokitozlar ham aynan shu joyda yaxshi sevib iste'mol qilib yashaydigan organ hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, jarohatga o'xshash klinik belgi bor. Shuning uchun ham bundan ham laboratoriya uchun patmaterial yuborish kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, tinillar. Ko'richakning asl nomi tinillar deyiladi. Demak, jarohatlar, qon quyilishlar mavjud. Buni to'g'ridan-to'g'ri ochib ham ko'rishingiz mumkin hozir. Ochib ko'ramiz. Qanday jarohat va qanday qon quyilishlar mavjudligini. Mana ko'rishingiz mumkin, ichki qismida jarohatlar. Mana qon quyilish, qonli laxtalar, qonli jarohatlar mana ko'rinib turibdi. Bu yerda demak rivojlangan bo'lishi mumkin, koksidalar bo'lishi mumkin yoki ichakdagi enterobakteriyoz bakteriyalar ham bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin enterit ham oqibatda ham bo'lgan bo'lishi mumkin va zaharlanishlar ham aynan aytib ozuqalardan zaharlanishlar ham kenillardan qon quyilishlar kuzatiladi. Endi navbatdagi organdan olishimiz kerak. Biz qaysi organlardan dedik? O'pkasidan namuna olish uchun o'pka bilamiz qayerda joylashgan? Ko'krak qafas qovurg'alar orasiga kirgan bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu organ sariq organ o'pka hisoblanadi. Mana bu yerda mana o'pkani kesib olamiz. Mana o'pkadan ham namuna oldik. Buni ham demak laboratoriyaga yuborishimiz mumkin. Va qaysi organni olishimiz kerak endi? Yurak ikki jigar orasida orqa qismida joylashgan organ. Mana sada bilan qoplangan. Yuragini ko'rishingiz mumkin. Boshlanishsi. Nechta hisobda o'shalarni? Xo'p, mana yurak ham ajratib olindi. Buni ham laboratoriya uchun yuborsak bo'ladi. Va bitta organ qolyapti. Asosiy organlardan biri ayrim sistemasidagi muammolarni bilish uchun
va urotli diatezlarni bilish uchun albatta buyraklardan namuna yuborish kerak bo'ladi. Namuna buyraklar demak qayerda joylashgan? Ularda buyrak qanday joylashganini bilamizmi? Lo'nga tomon emas, ularda buyrak. Tos chuqurchasining ichida ikki tomonda joylashgan. Mana bu yerda joylashgan buyrak. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu buyraklar. Mana bu atrofda jigarda qoldig'i. Mana bu buyrak ketadi. Ko'rdingizmi? Uzun-simon bo'lib, bu qo'lga orasiga botib kirgan. Buyrakning shishi, bunda shish belgilari bor. Bunda nafas olish sistemasida infeksion bronxit kasalligining belgisi ham bo'lishi mumkin. Lekin bunda tuzlar yo'q. Tuz yo'q degani podagra emas. Urotli diatez emas degani. Hamda olsak bo'ladi. Endi yana bitta qism bor. Bursa qismi aynan bunda bursa ajratib olish uchun qo'lchak emas, quloqdan qismda bursa qismi o'tib bursani ajratib olib, bursani yuborish mumkin. Bu limfositlar ishlab chiqarishda, immun sistemasini boshqarishda asosiy klinik belgisi gambura kasalligida nisbatan kichrayib ketadi va qon quyilishlar kuzatiladi. Bursada. Xo'p, endi yana bitta qism qoldi bu yerda, ayrsimon bez bor. Qaramizda ayrsimon bez, demak, ko'taramiz. Qaramlarda bosh qism orqa tomonda joylashgan. Yani bo'yinni gelishi o'rni to'g'riladi. Endi ba'zi bajaruvchi bez mana mayda, juda ham mayda holatda mana. Mana bu demak bezlar hisoblanadi. Bezlar ham katta kichikligiga ko'ra biz laboratoriya diagnoz qo'yishimiz mumkin hisoblanadi. Mana shunday tartibda demak organlardan olib laboratoriyaga borishimiz mumkin. Laboratoriyaga borish tartibi parranda o'lgandan keyin 3-4 soatdan oshmagan vaqtda laboratoriyaga borish kerak va albatta termosumkada bakteriyalar rivojlanmasligi uchun esa yoniga muz qo'yish maqsadga muvofiqroq bo'ladi.